Hop, milliy sertifikat haqiqiy imtihonlarini testlarni tahlil qilishni boshlaymiz. Bu o'sha birinchi marta milliy sertifikat o'tkazilgan 2022-yil qishda ana shu yili tushgan savollarni tahlil qilamiz. Birinchi masalasi shamolli tezligi 45 metr taqsim sekund. Tinch turgan kema shamol ta'sirida 12 metr taqsim sekund tezlik oldi. Kema ichida tinch turgan bolani shamolga nisbatan tezligini toping deyapti. Hop, demak, shamol bor. Shamolli tezligi mana shu shamolli tezligi bo'lsa, mana u v shamol bizda 45 metr taqsim sekund. Hop, kema tinch turganda shu mana qanaqadir o'sha yelkanlar bor kema. Tinch turganda shu shamol ta'sirida u mana bu kemamiz bu tomonga qarab tinch turgan kema 12 tezlik olibdi. Shamol ta'sirida. Endi bu kemada bola bor ekan, tinch turgan bola. Mana shu bolani shamolga nisbatan tezligini nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Hozir mana bu chekkadan qarasangiz, biz shamol ta'sirida 12 tezlik olgan bo'lsa, xuddiki bu ham 12 bilan ketayotgandek ko'rinadi. Lekin bu bizga nisbatan tezlik so'ralmayapti masalada. Bolani shamolga nisbatan tezligi so'ralyapti. Shuning uchun bolani shamolga nisbatan tezligini v' deydigan bo'lsam, u demak 45 minus 12 ga teng bo'ladi. Hop, demak shunda 45 dan 12 ketsa 33 metr taqsim sekund degan javobni olamiz. Hop, endi keyingisi ikki massali vertolyot qisqa vaqt havoda muallaq turib qoldi. E'tibor beramiz. Muallaq turib qoldi. Mana shu kalit so'z. Vertolyot parraga havoni pastga v tezligi bilan haydamoqda. Vertolyot dvigatelini quvvatini nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Vertolyot dvigatelini quvvatini toping deyapti. Hop, quvvat vaqt birligi ichida bajarilgan ish, ya'ni quvvat A taqsim T ligini bilamiz. Endi hop, buni oldin ham qaydadir video yechim qilgandik. Mana bu vertolyot bo'lsa, mana vertolyot. Buni parraga vertolyotning massasi m bo'lsin. Mana bu m vertolyot massasi. Buni parraga pastga qarab qandaydir mx massali havoni pastga haydaydi. Mana bu haydalayotgan bu mx havoni massasi bo'lsin. Demak, mx massali havoni v tezlik bilan pastga nima qiladi? Haydaydi. Mana v tezlik bilan. Bu shu havoni v tezlik bilan haydayapti. Endi shunda mana bu ish mana shu havoni pastga haydayapti, kinetik energiyasini o'zgartiryapti. Qandaydir v gacha o'zgartirib haydayapti. Demak, shunga sarf bo'lyapti qarash kerak. Demak, n teng mx v kvadrat taqsim 2t deb yozaman. A ni o'rniga mx v kvadrat taqsim 2 ni qo'ydim. Ish bu energiya o'zgarishi degani. Shuning uchun mana 2 pastga tushib oldi. Mx v kvadrat taqsim 2t bo'ldi. Endi mana bu mx bu havoni massasi. Bizda javoblarda m deb bu vertolyot massasi orqali berilyapti. Xo'p, demak biz hozir masalani yechish uchun mana bu t ni yo'qotishimiz kerak. Endi mana bu yerda impulsi o'zgaryapti. Bizga ma'lumki, impuls o'zgarishi kuch impulsiga teng. Demak, f ko'paygani t nimani impulsi o'zgaryapti? Havoni impulsini o'zgartiryapti. Qarasak bo'ladi v gacha. Demak, mx ko'paygani v deb qaraymiz. O'sha 0 dan o'zgargani uchun delta v o'zi v mana. Endi mana bu m massali vertolyot, bu m vertolyot massasi, mana bu mx havo massasi. Shunda chalg'imaydi. Bu demak m vertolyot massasi bo'lsa, pastga qaysi kuch bosardi? Og'irlik kuchi, mana mg. Endi mana bu dvigateli v tezligi bilan pastga haydasa, aytaylik, yuqoriga yo'nalgan tortuvchi kuchi bor bu dvigatelni tepaga ko'taradigan. Mana bu f dvigatelni yuqoriga yo'nalgan tortuvchi kuchi mana. Tortuvchi kuchi bo'ladigan bo'lsa, muallaq turgani uchun buni f dan mg ni ayirib 0 ga tenglaymiz. Demak, f minus mg teng 0 desam, bundan muallaq turib, demak f teng nimaga teng? Mg ga teng. Buni olib borib f o'rniga mana bu mg ni mana bu joyga olib kelib qo'yamiz. Mana bu joyga olib kelib qo'ysak, demak mg t
mx v bo'lib qoladi mana. O'zi bo'ldi. Endi qaraymiz yaxshilab. Mana bu mx havoni massasi edi. Mana shu mx ni bu tenglikdan topib, mana bu joyga olib kelib qo'yamiz. Shunda n quvvat teng bo'ladi. Mana bu joydan mx ni topsak, mgt taqsim v bo'ladi. Va mx ni o'rniga bu topilgan mx ni mana bu joyga olib kelib qo'ysak, demak qo'yadigan bo'lsak, mgt taqsim v bo'lingani mana 2t bo'lyapti. Chunki mahrajda mana bu 2t bor. T bilan t qisqarib ketadi. Mahrajda mana bu v bor. Demak, biz hozir mx o'rniga mgt taqsim v ni qo'ydim va mana bu joyda v kvadrat ham bor edi. Demak, mana bu joyda ko'paygan v kvadrat yozishim kerak. Shunda mana bu v bilan bittasi qisqaradida, bizda demak m qoldi, mana bu yerda j qoldi. Mana bu v kvadrat bilan bittasi qisqarib, demak mgv taqsim mahrajda 2 qoldi. Demak, bu masalaning yechimi mgv taqsim 2 ga teng.